Jungle. Silahlıdaki marhamat çayımız yürüyen çayı olan. Çakmasa kalanımla tanıştınız mı olacak?
huzurun ko'ringlar. Qo'shqonlarim bilan qo'sh chaqirib umrlarim uzoq bo'lib 30 yillikda 35 yillikda yana ham uchrashib yuriblar. Sen pardon. Bundan hemen bir yaptı. Ayağını getirsin boy vurursan olur. 20 yilligimiz. Bundan keyin 30 yillikka, 40 yillikka yana diyorlashga nasib qilsin. Hammangiz oilangizga baxt, saodat, mustahkam ishlaringga omad tilayman. Sayara şu gapim endi. 5 yilni berib o'tiribsizmi? Bu asli. Birisini oladi, birisini oladi. Гуляли с тобой, и было, стоял наш камин, пылал он огнем, и веял сон. И любовь, и сон я тебя найду, 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 я обниму, буду нежно целовать, целовать тебя. Нашим сном, и тебя увидел днем, и напиться я, как не жить без тебя, если мне открыть глаза, потерял меня навсегда. И любовь, и сон я тебя найду, 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 где-то обниму. Целовать, целовать тебя, крепко обнимать. И любовь, и сон я тебя найду, 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 крепко обниму. Буду нежно целовать, целовать тебя, крепко обнимать.
прощу, и ты прости, только я прошу, не уходи. Эй, свет! Розы во дворе, без тебя моей увяли, что же делать мне? Эй! Утром соловьи не поют мне больше песен о моей любви. Нежный саксофон раздирает мою душу, словно знает он, что твои слова с болью в сердце вспоминаю. Больше не твоя, больше не твоя, больше не твоя. Веселишься и танцуешь без меня. В этот вечер ты с друзьями знания. В голове опять кружат твои слова. Как хочу уйти от тебя. Веселишься и танцуешь так нельзя. Я скучаю, мне так грустно без тебя. И вернись, я все прощу, и ты прости. Только я прошу, не уходи. Эй, эй, свет! Свет! Эй!
Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va sinfdoshlar. Assalom azizlar, assalom do'stlar. Assalom ustozlar, eng sinfdoshlar. Assalom deganda alif olgaysiz. Mana shu qoshonaga xush kelibsiz. Bugun 82-yillarning 20-yilligi ekan. Shu fursatdan bu o'tirish bo'lmaydi, zerikadi bu ketyapti. Hamma o'z-o'zi bilan bo'ladi. Hozir hamma bitta-bittadan chiqib, o'zining oilaviy sharoiti, nima yutgani, nima yutqazgani, hayotda qanday qadamlar tashlayotgani haqida gapirib berish kerak. Men birinchi boshlab beraman. Ro'zapaga beramiz. Asta-asta boradi-da. Ro'zapa kiyimimizga baho beradi. Men o'zim boshlab beraman. Ma'lumotim o'rta maxsus. Kollejda bitirdim. Hozirda oilaliman, 3 ta farzandim bor. Yutgan yutug'im 3 ta farzand, yutqazgan narsam bitta barmoq. Bu yo'q yaxshi, hammasi joyida.
pulim juda ko'p, achib yotibdi. Ha, ikkita farzandim bor, ikkovim o'g'il. O'g'il bola. Ha, o'g'il bola. Bittasi kattasi Baxtiyor, kichkinasi Bunyod. Nima deyman? Ko'nglimga kelgan shu xodimni elning xizmatida Kelin bola. to'ylarda xizmatga chiqaman, videolarga olaman, elning xizmatida yuribman. Do'stlar, aytsalaring boramiz. So'z navbatini mening og'aynim ham sinfdoshim Dilfuzaga beramiz. Bana da mayli, tebrab kelamaysiz. Qo'shing. Uyg'unlar mayli yurib keldi. Bilan. Ha, uygunga keyin so'z navbati. Ha. Assalomu alaykum. Hurmatli sinfdoshlar. 27-yildan hammalaringizni qutlaymiz. 30 yillik, 40 yillik tadbirlarimizda ham mana shunday jamoa bo'lib o'tish nasib etsin hammamizga. Bularni gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda Jizzax shahrida istiqomat qilaman. 3 nafar farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qiz. Oyoq kiyim ishlab chiqaradigan bir makon ijrosi NCH'da ijrochi direktor lavozimida ishlayman. Shu bor hozircha. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan o'rtoqlarim, sinfdoshlarim, ustozlarim, borlaringizga shukr. Hozirgi kunda ismi sharifim Hamdamova Dilfuza. Avval Dilfuza bo'lganman. Toshkent shahrida poytaxtda istiqomat qilyapman. Uch nafar farzandim bor, 2 ta qizim, 1 ta o'g'lim. Xo'jayinimga keladigan bo'lsak, oliy dargohda professor lavozimida ishlayaptilar. O'zimga keladigan bo'lsak, o'zimga kichik ozginagina biznesim bor, atelyem bor. O'sha biznesim orqasida yuribman hozir. Harakatdaman. Yurtimizdagi eng baxtli oilalardan bittasiman. So'z navbatini beraman Gavharga. Yana. Gavhar bilan birga Hisomiddinga. Ustozlar va sinfdoshlar, sog' salomat kelib qollaringiz bor. Sizlarni hammalaringizni ko'rsam jillarim keladi. Sizlarni hammalaringizni hurmat qilamiz. Ben Ermon Husomiddin 1982-yil 11-martda tavallud topganman. Divizor ko'chasida. Ustozimiz Ro'za Pamra to'rlarda o'tiribdi. Yarashadi ustozimizga. Qarsaklar bo'lsin ustozimizga. Sog' salomat bo'lsin. 2 ta farzandim bor. Hozirda quruvchilik kasbi bilan shug'ullanamiz. Sog' salomat sinfdoshlar omon bo'lsin. Hammasi xonadonda to'ylarga boraylik, to'ylarda hammamiz bosh bo'sh yerda chiqib hammamiz Xudo deb yuribmiz. Sog' salomat bo'lib, ustozimiz ham minglarga kirsin ustozimiz. 3 ta ustozimiz endi. Sog' salomat bo'lsin, hammani xonadoniga fayz baraka. Assalomu alaykum sinfdoshlarim, ustozlarim. Avvalambor xush kelibsizlar hammalaringiz. Meni hamma taniydi. Oldingi ismi Sharifim Xudoyberdiyeva Gavhar, hozirgisi Saipova. Chizgi Gavhar. Uchta farzandim bor, 2 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor. Nima deyman, yuqorida yaxshi gaplarga qo'shilaman, bundan keyin ham yaxshi gaplar bo'ladi hali. Shu hammasiga qo'shilaman. Sinfdoshlarimga hammalaringa sog'lik, salomatlik. Ustozlarimga ham chiqib 30 yillik, 40 yilliklarimizda ham shu to'rimizda to'ldirib o'tiringizlar. Hech kim qadar ham buzilmay
duolardan kam bo'lmay, ishqilib hammalaring sog' salomat, oilalaring bilan baxtli bo'linglar. Yaxshi kunlaringda xizmatda bo'laylik bir-birimizda. Shoshirasan. Men so'z navbatini Hasan va Shahnozaga bermoqchiman. Birinchi, ikkalang so'zlaringni oqlab raqs qilib berasizlar. Oldinga kirib ketganlarim ketdi. Гостеприимством славен мой Ташкент. Я так люблю тебя, Ташкент, Ташкент. Здесь мой народ твоим теплом согрет. Горячим чаем встретят чайкой. Тепловым золотистым брагами. Спешите к нам, друзья, в Ташкент, Ташкент. Здесь весь народ твоим теплом согрет. Гости узбеки с малолетства чуть. Ты последняя году. В Ташкенте всех с любовью ждут. Сюда за ушко положу лайфон, как все узбечки подведу я двор. Там дырейский буду жизнь греть, над Астахом посадю роз букет. Вот так встречай утром мой Ташкент, на праздник зазывает махалла, хозяйки собирают товар, цветов строгие дают совет, черенки улыбаются в ответ, карнасурной дымит на весь Ташкент. Я так люблю тебя, Ташкент, Ташкент, здесь мой народ твоим теплом согрет, горячим чаем встретят чайками. Тепловым золотистым брагами. Спешите к нам, друзья, в Ташкент, Ташкент. Здесь весь народ твоим теплом согрет. Гости узбеки с малолетства ждут. Ты последняя году. В Ташкенте всех с любовью ждут. Endigi so'z navbatini men sinf rahbarimiz, birinchi ustozimiz bo'lgan Hasan Nuruz opaga beraman. Ular hozir o'quvchilariga baho beradi. Sabrima keling asta. Men avvalda berib, avvalambor assalomu alaykum yana bir marta o'quvchilarim, farzandlarim. Mana shu farzandlarim qatorida farzandlarim. Mana shu sizlar 82-yilga tug'ilgan o'quvchilarimning mana 20 yilligi bo'ldi. 20 yillikda mana shunday yaxshi kunlarda o'tiribmiz. Mana hammalari gapirdi, hammalarining farzandlarini eshitdim. Nechta farzandi bor, oilasida. Avvalambor mana shu farzandlaring hammalaring katta bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nimaiki orzularing bo'lsa, ota-onalarning orzulari bo'lsa, mana shu orzulariga yetishsin. Yana mana shu kelayotgan bayram bilan ham sizlarni tabriklayman. Yigitlar hammasini farzandlaringning huzurini ko'ringlar. O'zlariga o'xshagan katta yigitlar bo'lsin, qizlar bo'lsin, jamiyatimizga foyda keltiradigan farzandlar bo'lsin-da.
Endi hayajonlanayapman, nimaga hayajonlanib Voy, sizni kim aytadi? O'zi o'shan piroglar var, kamayib ketdi. Ha. Bu xalqqa qatib o'zgardi. Shu bo'ldi hamma. Men shunday xursand bo'lib o'tiribmanki, mana shu 20 yildan keyin ham sizlarni ko'rib, mana farzandlarimning nechtaligini, qanday o'qiyotganlarini, qanday ishlayotganlarini mana eshitib juda ham xursand bo'lib o'tiribman. Mana sizlarning yana 30 yilliklarimda, 35 yilliklarimda menga ham o'tirish nasib etsin. Agar nasib etmasa eslab turasizlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Men faqat chin qalbimdan sizlarga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Hamisha shunday o'ynab, kulib yuzlaringizning tabassum arimasin. So'z berganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling siz ham. Endigi so'z navbati bizning ustozimiz, juda ham ardoqlaymiz. Sobir opa sizga. Yo'q, gapirasiz. Chunki juda ham kayfiyatingiz yo'qday. O'ynadingiz hali. Avvalambor assalomu alaykum. O'quvchilarim, Qo'zoq ustozimiz bo'ladi bizga. Bolalar eshitamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Barchalaringiz mana farzandlaringizni eshitdik. Farzandlaringiz katta qizlar, katta yigitlar bo'lsin. O'zlaringizga o'xshagan xushchaqchaq, ahil, shunday yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Sizlarga sog'lik tilayman. Mana shunday davraga uyimda mehmon bo'lsa ham endi ko'zim qiymay keldim. Kecha borsam uyga ishdan kelib borsam bitta kishi berib ketdi, maktabga tashlab ketibdi deb turib xo'jayini aytib qoldi. Ko'rib turim, qo'shnimiz kelib qoldi, mehmonlar kelib buncha yaxshi boring deydi. Ko'zim qiymay keldim. Rahmat shuning uchun. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Kasbkorlaringiz qanaqa kasb bo'lishidan qat'iy nazar, kasbkorlaringizga baraka bersin. Sog'lik, salomatlik bersin. Uylaringizda hamisha xursandchilik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Farzandlaringizni kamolni ko'rib yurish nasib aylasin. Sog' salomat. Rahmat ustoz. Endi yana
Avvalambor assalomu alaykum. Ustozlar, uzoqdan kelgan sinfdoshlar, azizlarim. Mana bugungi kunda 20 yilga yig'ilgan ekanmiz. Har shunday o'tmaylik, üzülmaylik. Yanagi yillar yoki 30 yillikda uchrashaylik. Xudo xohlasa. Hozirgi kunda men Qo'zibayir Shahnoza 2 nafar farzandim bor. Bir qiz, bir o'g'il. Hozirgi kunda ish faoliyatim Markaziy dehqon bozorida nazoratchi bo'lib ishlayman. Avvalgi familiyam Hasanova Shahnoza. Hasanova Shahnozasan bizlar. Qo'zibayeva. Voy, qanday chekishlar. Aytmayman, sir. Davlat siri. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, ustozlar, do'stlarim, sinfdoshlarim. Yuqoridagi hamma gaplarga qo'shilamiz. Alim Xo'jamedov G'ofurman. 3 nafar farzandim bor. Eng katta farzandim 2-sinfda o'qiydi. Ikkinchisi 1-sinfda o'qiydi, keyingisi bog'chaga boradi. 3 nafar farzandim bor. Rahmat so'z berganingiz uchun. Nima bo'ldi? Endigi so'z navbatini biz rahmat sizlarga o'tiring. Endigi so'z navbati O'talova Shahnoza bilan Qosim Fodibekka. Davraga chiqinglar, chiqarsizlar. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Sinfdoshlarim sizlarni ko'rganimdan xursandman. Faqat sizlarga muhabbat bo'lmasin. Familiyam oldin O'talova Shahnoza bo'lgan bo'lsa, hozir Mahmudova Shahnozaman. Guliston shahrida yashayman. Bek firmasida zam g'lavli buxotir bo'lib ishlayman. Hammalarning ishlariga omad. Har doim mana shunday yig'ilib turishimiz ko'p bo'lsin. So'z berganingiz uchun rahmat. Hammani bugun 20 yil bilan tabriklayman. Hammalarga sog'lik, salomatlik. Men Qosim Fodibek. Qosim Fodibekcha qolib o'zgarmaganman. Sizlarda akkumulyator zavodda ishlayman. Akkumulyator chiqaramiz. Yaxshi, hozir. Buni yerga moslaymiz. Yirik savolim yirik. Nima savolga javob bor? 3 ta farzandim bor. 2 ta qiz, 1 ta o'g'il. Ro'zada ustozlarimiz Sobir opa sizlarni tabriklaymiz. Mana shunday bizlarni shu kunga yetkazganlaringizga. Sizlarni sharofatlaringiz bilan shu kungacha yetib keldik, Xudoga shukr. Shu darajalarga yetishimizga sabab keldi. Men nima deyman endi? Men shu
Xursandman bugun hammani ko'rib. Ko'rishmaganimga 20 yil bo'lib qolibdi sinfdoshlardan. Do'stlar lekin har kuni birgamiz. Har kuni o'tiramiz, osh yeymiz. Lekin qizlarni lekin ko'rmaganimizga ajab bo'ldi. Ko'rib xursand bo'lib, hammalaringiz shu 20 yil bilan tabriklayman. Rahmat so'zlaringiz uchun qo'shib qo'ymasangiz o'ynaymiz. Endigi so'z navbatini men Mahmudov Orif bilan Ma'rupova Dilraboga. Mana hamma sinfdoshlarimga baxtliman, hammaga sog'lik birinchi navbatda. Nima desam? Familiyalar aytishim shart emas, Uch nafar farzandim bor. Bibikasiman hozirda. Eng baxtli oilalardan biriman. Bibikasiman. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Kayfiyatlar yaxshimi chiqib? Kayfiyat chiqasin-da. Nima deymiz? Tilagim shuki, Alloh qo'llasin, yaxshigina duo qo'llasin. Hasad bo'lsa, havas bo'lmasin, doimo siz kulib yursin mashallah. Nima demoqchimiz? Bu dunyoda ikkita ne'mat bor-da, do'stlar. Birinchisi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Mana shu ikkita narsani yo'q qilmasligimiz kerak. Tushunarlikmi? Tinchlikka ko'z tegmasin mana, Allohim. Hamisha mana shu 365 kun bo'lsa biz uchun tinchlikda. Hamma ishiga omad rivoj tilayman. So'zlarimiz ro'zatlar. Sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Sobira opa mana birga ishlaymiz. 10 yil davomida Alloh tibbiyot kollejida 10 yil davomida ishlab kelaman. Meni familiyam Mahmudov, ismim Orif. Yangi familiyangiz? Yangi familiya Mahmudov hali. 2002-yil Toshkent davlat pedagogik universiteti tarix faniga kirganman, 2006-yil tugatganman. 2006-yilda hozir kungacha Alloh tibbiyot kollejida mana shu tarix fani, milliy g'oya va boshqa fanlar dars bera o'quvchilarga. Hozir kunda mana shu o'quvchilarga istaydi, domla sizmi ismingiz nechta o'quvchilar o'tib ketgan. Men aytaman-da, bitta. Endi mana biz eslayapmiz mana shu ustozlarimizni, o'quvchilar ammalarimizga. Zajotka qilmasa yaxshi gaplar. Okey. Hozirdan bor. Bo'lyapti. Vaqtiga mana shu gastr bo'laylik. Aytdim, hamma ishlar shu omad, bosh tilaymiz, sog' salomatlik, hamma ishga omad tilaymiz. E'tiborchi katta. Endigi so'z navbatini men Albatova Oltinoy bilan Uyg'un Ahmedovning familiyasi nima edi? Gapirmaydigan so'z berdim men ham. Assalomu alaykum. Ustozlar Partada o'tirganlar yo'q. Men Albatova Oltinoy, hozirgi familiyam Murodova Oltinoy. 2 nafar farzandim bor. Hozirgi kunda Davlat sanitariya nazorat markazida ijodda qismida ishlayman. Sizlarga nima tilaysiz? Sinfdoshlarga sog'lik, salomatlik, ishlariga omad tilayman. Ustozlarimizga katta rahmat. Shuncha yil o'qitib shu darajaga yetkazganim uchun hammaga omad. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan sinfdoshlarim, o'qituvchilarim, aziz ustozlarim, borlaringizga shukr. Nima demoqchiman men? Hayajon bo'syapti. Hayajon bo'lsa. Telefonda o'qitib gapirsan. Oilamizda bizni tarbiyamiz uchun ota-onamiz mas'ul bo'lsa,
Maktabga chiqqanimizdan keyin ham onamiz, ham otamiz taqalab tarbiya qilgan bizim ustozlar bo'ladi. Sizlarga ming rahmat. Hozir shu yerda nechta ustozim bor? Uchta ustoz. Ya, almoq saqov. Bu ham ustozim. Men Ahmedov Uyg'un Turunjonovich. Ben 82 tug'ilganmiz. Mana 20 yil bo'ldi. Xudo xolasa 25 yillik, 30 yillik, borigan 40 yilliklarda mana shunaqa diydor ko'z-ko'zga tushib o'tirishimiz mana shunaqa xushchaqchaq nasib qilsin. Sizlarga avvalambor rahmat, tashkilotchilarga shunchalik mana chiroyli dasturxon bezab, shunchalik hammani jam-jam shu o'tirgan o'rnimiz hech qachon yo'qolmasin. Biz bu sinfdoshlarda endi qo'shilish bo'lmaydi, yo'qotish ham bo'lmasin. Xudo xolasa 40 yil 50 yilgacha. Rahmat. Endigi so'z navbati G'oibnazar va Dilafruz bilan Berdiyorov Sherzodga. Qizlar yo, men qizlarni hurmat qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, ustozlar. Sizlarni hammalaringizni 20 yillik bilan tabriklayman. Avvalambor ustozlarimizga ham rahmat, shuncha bizni hurmat qilib, kiyib, bosh bo'lib o'tirgani uchun. Sinfdoshlarimga ham mana shunday dasturxonni tashkillashtirib, shunday o'qiganlaringga uchun rahmat. Nima desam, yuqorida aytilgan qo'nolarga men ham qo'shilaman. Hozirgi kunda Qashqadaryo qishlog'ida ana o'qiyapmiz. Shunday 4 nafar farzandim bor, 2 o'g'il, 2 qiz. O'zim uy bekasiman, xo'jayinim fermer. Katta dehqon yerlarni egasida. Shunday. Oilalardan biriman. Yaxshi. O'tirishimiz abadiy bo'lsin. Mana orqa aytganday, bolalar aytganday 25 yillik ham qilaylik, 30 yillik ham qilaylik. Mana sabrimiz hech qachon kamaymasin. Shunday bo'lsin. Rahmat hammalaringga sinfdoshlar. Rahmat. Sizlar yaqinda kelgan sinfdoshlar, ustozlar. Bana şu hazırlıkta şu yıl hizmetinde Abi tövbe beşte var. Tövbe. Afrikalarımızda tövbe adam var. Ne diyorsunuz şu? Yani 30 yıllıklardan şurada tutuyor ama hani şu bu projekte. Rahmat, Şerzod. Rahmat diyorum, kapımız diyorum. Söz vergisi Rahmat. Asalarim sog' bo'linglar. Endigi oxirgi so'z navbati Mamat Ali bilan Yusupov G'ayratga. Assalomu alaykum, yaqindagi uzoqdagi sinfdoshlar, ustozlar, hammalarga sog'lik salomat tilaymiz. Xudo xolasa mana bir 20 yillikda o'tiribmiz, bundan keyin 30 yillikda ham davramiz to'g'ri hamisha shunday bag'rimizga o'ynab kulib yuraylik. Rahmat. Nechta bolang bor, G'ayrat? Bitta farzandim bor. Xudo xolasa ikkinchisi
Ulan da var. Ha. Albatta. Samcan, yani iştahsız. Kalak. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga rahmat. Bunchalik bo'ladi deb o'ylamadik. Yaxshilik ketganmasi. So'rab kelganmiz. Benim yakın canım. Başka yemez. Soxta bo'lmaganmiz. Haqiqiy jo'ladi. Haqiqiy jo'lamiz. Avvalambor buni yaxshi hammamiz yig'ildik. Rahmatdan hammasi aytdi. Men ham yilqada 3 ta farzandim bor. 2 ta o'g'lim bor. Bittasi 8-sinf. Katta o'g'lim. Ikkinchisi 5-sinfda o'qiydi. Kichkina qizim 1-sinfda o'qiydi. Hammasi yaxshi, elni xizmatdamiz. Hamma yaxshi niyatlarga bordim. Mana Ro'zaboga rahmat. Buni shuncha qo'limizni ushlatib biz borganda yozishni bilmaganmiz. Qo'limizga qalam olmaganmiz endi. Biz endi anavi Do'laboyga bormaganmiz, bog'chaga bormaganmiz. Biroto'la birinizga borganmiz. Lekin mana Xudo xolasa mana bir yaxshi inson bo'ldikda, onamiz, hojonamning tarbiyasini olgan bo'lishi mumkin-da. Lekin birinchi o'rinda mana shu bu birinchi ona bo'ladi. Mana shu to'rda o'tirgan. Ro'zapon birinchi shu yaxshi, yomonni bizga ko'rsatgan inson shu bo'ladi. Buni seniki, buni buniki deganda, onaniki boshqa bo'lar ekan. Buni yaxshi. Lekin buni bugun ko'rdimda hammasi. Bugun tushuninglarda, seni otang jo'ra, otang bambino, quldan qizlar otang. Otang jo'ra. Qabilasiga familiya qo'ysan. Bu hazil, lekin nima qiladi-da, lekin qarasang qochmas kerak. Men onam var shunaqangi g'ayrat jo'ramiz yo'q, shuni aytib o'tayin. Hech kim aytmadi, men aytib o'taman. Lekin uningga jo'rasi ekan, unaqasi ekan. Ana shu do'stimiz inson. Inson. Bayna borganmiz, men opam borgan payt aytganda, lekin Xudo bor. Tavba qilgan kam bo'lmaydi. Tavba qilsang, hamma narsa kam bo'lmaydi. Lekin men tavba qilgan, mana qilgan hamma bizda bolalarning hammasining kamchiligi yo'q. Hammasining o'zi yaxshi. Siz maqtangingiz kelibdi so'zlarga. Mening bolalar endi maqtanganimni qaytdim men. 3 ta bolam bor, aytdim. Endi hamma bilan endi bizning bolalarimiz sinfdoshda hammasi. G'ayratning qizi, Otabekning o'g'li, men o'g'lim sinfdosh. Undan keyin Sherzodning qizi, men o'g'lim, hammasi sinfdosh. O'qiydi, yaxshi hammasi. Lekin mayli, faqat birovning ko'nglini qoldirmasin. Hech qachon. Faqat inson bo'lsin bu. Faqat yerdan kimligini bilsin bu. Sizga rahmat. Kelin kuyov uylari, bo'lsin to'ylari. Kelin kuyov uylari, aqli bo'lsin 2 yosh. O'ynang bugun sinfdosh. Aqli bo'lsin 2 yosh. O'ynang bugun sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh. Barcha yosh o'ynang bugun sinfdosh. Baxtli bo'lsin barcha yosh. O'ynang bugun sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh. Sinfdoshlar sinfdosh.
Yo, men qarot bo'lmaydi. Faqat unday bo'lmasligimga aniq. Yeb qo'ydim. Kurashamiz. Davay. Bilingmi, shaqlab o'rtada. Chanashtirishimizni qaradi. Yo, sen hadi. Yo. Hali oyim chaqir, hay. Oyim chaqir. Adilla bakki. Bizam chaqiramiz. Dilaki. Ha, dilla kelgin. Sinfdoshlar. Ha, dilla kelgin. Давай. Besh qarsak. Yop ketaman, shunaqa narsalar ko'rasiz. Ha, pastga tushyapti ustozlar. Kamerachi Rahmat aka. Ishqa sizlarga mana shunaqa 20 yillik 30 yil hasbsin, ha? To'g'ri. Hasbisi. Ha. Platniy. Men onamga o'xshatayapman sizni. Xudo xolasa siz ham O'zimning kiyimchalarim kichkina. Bular yaxshi, eng yaxshi ustozingiz. Zo'r. Sizni yaxshi yomon ko'rasiz. Tushunayapmi? Xotinlardan boshqada. Mana shu yerda rasmga chek xalqim. Mana yo, bu yoqda hammasi Mayli, o'qituvchilar tomosha qilsa tomosha qilsin. Men ham men maza qildim. Bitta o'zlaring ko'rishinglar. Keyin qizlar bitta o'zimiz Qizlar Mana shu tomonga qara. Bu tomonga. Bu tomonga bu. Bu tomonga. Mana qiz. Bu tomonga o'tinglar, bu tomonga. Lekin marketdan o'rmonga chiqqanlar hozir biz chiqamiz. Bolalar, o'g'illar kenglar deb. Ali, deb o'zlaring kenglar. Som keyin deb. Bekal. Sen bek, mak deguncha nima aytib qolaver. Yakam tushasam qanday yana yo'q. Nima bu borku? Unga shanglar, telefondan gashammi? Bu dakancha chiqarib ko'rasiz. Hammamizga chiqarsin deysiz. Bu chiqarasizlar. Bu yerdan sintasam tushinglar, ichkarida tushinglar. Buni analar bilan tushinglar.
так красиво, сам из тебя не слышишь ты. Закрытый сердце, и который мне место только ты. В душе играет йога, но так душа играет, ты же ты, с ума меня сходишь. Любовь не проходит. Ты, счастье незримое, ты, сердце ранимое, ты, где ты, любовь моя, ходишь. Ты, счастье незримое, ты, сердце ранимое, ты, где ты, любовь моя, ходишь. Своей любви не скрою, мне не найти покоя без любви. Песчаный берег моря, и нежный шум ревуя, где же ты? Мне не забыть ту сказку, так прекрасна только ты. И не дождусь я встречи, что были снова без тебя и ты, с ума меня сводишь. Любовь не проходит. Ты, счастье незримое, ты, сердце ранимое, ты, где ты, любовь моя, ходишь. Ты, счастье незримое, ты, сердце ранимое, ты, где ты, любовь моя, ходишь. И глаза мне посмотри.
Maria Magdalena o'zimga jonon olg'inchi sende meni jonimda ingilini so'lib mangalini o'zimsiz jonon ay 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 chip 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 Kechamiz juda ham zo'r o'tyapti. Endigi navbat ustozlarimizga bizning arzimas sovg'amiz bor edi. Hozir biz shuni berib olsak. Endi hamma yana raqsga. Ertaga.